Yaqinda abdominoplastika haqida video olganimdan keyin mendan lipolitik ukollar haqida ham so'rashdi. Kelinglar, men sizlarga uni tushuntiraman. Lipolitik ukollar kosmetologlar tomonidan iyak, qo'l, son, qorin, biqinga qilinadigan ukol hisoblanadi. Ya'ni qaysidir bir zonaga qilinadi. Xo'sh, bu qanaqa ishlaydi organizmda? Aynan ukol qilingandan keyin yog' parchalanadi, suyuq holatga keladi. Bu yog' qonga o'tadi. Qondan chiqib ketishi uchun jigar va buyrakka yuklama tushadi. Chunki siz bir paytni o'zida oz miqdorda yog' eritmayapsiz. Bir paytni o'zida ko'p yog' eritganingiz hisobiga jigar va buyrakka yuklama tushadi. Aniqrog'i nagruzka. Bu ukol homilador, emizikli, sahri bor, pochka va jigarida muammosi borlarga mumkin emas. Bu birinchidan. Ikkinchidan, ukolning natijasini siz bir martada sezmaysiz. Kamida 3-6 martagacha borishingiz tavsiya qilinadi. Yoshligimda bir marta borganman, natija ko'rmaganimdan keyin tashlab qo'yganman. Bir marta borishimda $30 pulim ketgan. Ya'ni men agar 6 marta borganimda $180 pulim ketar ekan. Uchinchidan esa har xil отек, har xil toshmalar, ya'ni reaksiya berishi ham mumkin. Men detoks sifatida bu protsedurani umuman tavsiya qilmasdim. Chunki sababi shuncha pulingiz ketganga yarasha sразу natijasini ko'rsatmaydi. Bunaqa uzoq muddat vaqt mobaynida sog'lom ovqatlanib ham shunaqa natijaga erishish mumkin. Ikkinchidan, u erigan yog'lar qayta yig'ilmasligi uchun hech kim sizga garantiya bermaydi. U erigan yog'laringiz qayta yig'ilmasligi uchun shunchaki sog'lom turmush tarziga, ovqatlanish, harakat, uyqularingizga e'tibor berishingiz kerak bo'ladi. Uchinchidan esa ichki organlardagi yog'laringiz, ya'ni visceral yog'laringizga umuman ta'sir qilmaydi. U faqatgina teri ostidagi yog'larni eritadi. Ichki organlaringiz o'sha xavf ostida qovuradi. Shunchaki siz nima sababdan semirdingiz, shuni yaxshilab bilib olib, aynan o'sha narsani qilmaslikka harakat qiling. Balki uyqungiz yaxshi emasdir, balki kam harakatdirsiz, balki palma-partish ovqatlanishingiz bordir, balki doimiy ravishda stressda yurarsiz. Shunchaki tanangizga quloq soling.